Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Robototexnika asoslari fanidan men ma'ruzachi Shodiyeva Sitora Ulug'bek qizi bo'laman. Sizlar bilan bugungi mavzuyimiz Arduino dasturida RGB ranglar va turli ranglarni dastur yordamida hosil qilishni o'rganamiz. Ana endi foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati bilan tanishib chiqsak. Kun shiorimiz: bir soatgina ilm o'rganish bir kechalik ibratdan yaxshiroqdir. Zakovat sandiqchasida nima bor? Sandiqchada shunday narsa borki, u bilan o'zgarmas tokni turli kamalak ranglarni hosil qilish mumkin. Aytingchi, sandiqchada nima bor? O'ylab ko'ring. Ana endi sandiqchani ochamiz va javobini ko'ramiz. Javob RGB svetodiodi hisoblanadi. Darsimizdan olinadigan natijalar. Bugun siz RGB svetodiodlari haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Turli ranglarni dastur yordamida hosil qilishni o'rganasiz. Bizga kerak jihozlar: Arduino, RGB svetodiodlari, maket platasi, o'lchovli simlar, batareya, texnologik xarita, xavfsizlik texnikasi qoidalari va namunalar kerak bo'ladi. Ishning bajarilish tartibi. Birinchi bosqichda RGB svetodiodni Arduino Uno bilan bog'lab berilgan texnologik xarita asosida amalga oshiriladi. Ikkinchi bosqichda RGB svetodiodni dastur yordamida boshqarish uchun dastur tuzish va yozish ishlari bajariladi. Bugungi darsimizda RGB haqida ma'lumotga ega bo'lasiz va uni dastur yordamida boshqarishni o'rganamiz. Savol: RGB nima? Yodda tuting, red, green, blue degan ma'noni beradi. Ikkinchi savol: RGB svetodiodi nima? RGB bu turli xil ranglarda yona olish imkoniyatiga ega bo'lgan svetcha hisoblanadi. RGB svetodiodlarning qanday turlari bor? Uzun oyoqchasi, ya'ni umumiy katit yoki umumiy anodli turlarga bo'linadi. Svetodiodlarni oyoqchalariga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz, umumiy anod katit oldida yakka holda joylashgan red R, ya'ni signal berganda qizil rang hosil qiluvchi tayoqchani ko'rasiz. Svetodiodni keyingi oyog'iga mos ravishda green va blue deb ataladigan oyoqchalar joylashgan. Ya'ni ular ham signal yuborilganda yashil va ko'k ranglarni hosil qiladi. Ayrim paytlarda G va B joylari almashgan holatda bo'lishi ham mumkin. Svetodiodni ichki tuzilishini ko'rib turibmiz va unga signal yuborilganda turli kamalak ranglar hosil bo'ladi. Ko'rib turibmizki, ko'k, yashil va qizil ranglar yongan. Arduino RGB ni ulash va dastur yordamida boshqarishni ko'rib chiqamiz. Umumiy anodga ega bo'lgan svetodiodlarda ba'zan yashil va ko'k oyoqchalar o'rni almashganini ko'ramiz. Hozirgi svetodiodda xuddi shu narsani biz ko'rishimiz mumkin. Ularni Arduino mikrokontrollerga qanday ulaymiz? Rasmda umumiy anodga ega bo'lgan svetodiodni Arduino Uno mikrokontrollerga qanday ulash ko'rsatilgan. Demak, biz rang hosil qiluvchi oyoqchalarga rezistor ulashimiz kerak bo'ladi. Rezistor yordamida Arduinoni analogli signal chiquvchi pinlarga mos ravishda rang hosil qiluvchi simlar yordamida bog'lab olamiz. Umumiy anodga ega bo'lgan oyoqchasini sim yordamida 5 voltli simga ulashimiz kerak bo'ladi. Dasturiy qism. Biz yuqorida ko'rgan zanjirni yig'ing va Arduino quyidagi dasturni yozing. Analogli dasturlashda biz tanishtiruvchi qismlarni yozmaymiz. Ya'ni white, analog white 3 va 0 yoziladi. Ana undan so'ng analog white 5 255 yozamiz va analog white 6 255 yozamiz va natijani kuzatamiz. Natija sizda qanday bo'ldi? Hammada RGB ning ko'k rangi yondimi? Juda ajoyib. Biz o'ylagan natijaga demak erishibmiz. Umumiy anodli svetodiodlarda quyidagi natija bo'ladi. Analog white 6 255 qizil rang ochiq holatda tursin degan buyruqni beradi. Analog white
255 yashil rang 3 holatda tursin degan buyruqni beradi va analog white 3.0 ko'k rang bu yonsin degan ma'noni beradi. Umumiy anitli svetodiodlar uchun oltin qoida bor. Bunda jarayon teskari bo'lmoqda. Analog white ko'rib turibsizki, ana 255 beriladigan bo'lsa, bu yerda 0 rang 100% qizil rang bu 100% ifodalanadi degani va 255 rangi 0% ifodalanadi degani. Topshiriq: Arduino dasturi yordamida dasturlang. Endi Delay orqali ranglarni boshqarish dasturini tuzing. Demak, sizda qanday bo'ldi? Videoni pauza qiling va bu dasturni tuzib ko'ring. Dastur quyidagicha bo'ladi. 3, 5, 6 oyoqchalarni sizga tanishtirdik. White look qismida oyoqcha ko'k rangda, 5-oyoqcha bu yashil rangda va 6-oyoqcha qizil rangda edi. Biz birinchi yashil rangni hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Delay 1 sekund berilgan holatda bo'ladi va 3-oyoqchaga 0 berganmiz, bu ko'k rangda turibdi. Keyingisi esa qizil rangni ko'rib turibsiz. Bunda ko'rib turibsizki, teskari jarayon yuzaga kelmoqda. Eslatma: yuqoridagi topshiriqda analog signallar tanishtirildimi? Buni yodda tuting. Demak, analog signallar tanishtirilsa yoki tanishtirilmasa ham bo'lar ekan. Analog white orqali kuchlanishni o'zgartirar ekanmiz. Umumiy katodli svetodiodlar uchun oltin qoida mavjud. Bunda biz analog white 3 yoniga 255 raqamini joylashtiradigan bo'lsak, bunda qizil rang 100% ifodalanadi. 3 yoniga agar 0 raqamini ifodalaydigan bo'lsak, bunda ko'k rang 0% ifodalaydi. Bunda jarayon to'g'ri holatda bo'lmoqda. Umumiy katodga qaraydigan bo'lsak, bunda minus bu holatda ifodalamaydi. Oldingi suratda ko'rganimizday, umumiy katodli svetodiodlarni rezistorsiz ishlatilish imkoni bor edi. Xuddi shunday umumiy anitli svetodiodlarni rezistorsiz ishlatish, bunda jarayon to'g'ri bo'lishini ko'rib o'tamiz. Bu yerda blue va red oyoqchalari, qizil va ko'k oyoqchalar 0 ga teng bo'lganini ko'ramiz va greenga, yashilga qiymat berilgan va ko'rib turibsizki, bunda anodli svetodiod rezistori yashil rangni ko'rsatmoqda. Keyingi tasvirni ko'rib o'tadigan bo'lsak, endi qizilga qiymat bergan sari rangga e'tibor beramiz va sarg'ish rangga aylandi. Green yashilni pasaytirgan sari rangimiz o'zgarmoqda va ko'k bluega qiymatni oshirib borgan sari ko'rib turibsizki, pushti rangga aylanmoqda. Eslatma: ranglar uchun turli qiymatlar olish mumkin. Demak, ma'lum miqdordagi ranglar aralashmasidan yangi rang hosil qilsak bo'ladi. Topshiriq: 3-topshiriq. Arduino dasturi yordamida dasturlang. Endi yashil rangni chiqarish uchun dasturlash kerak bo'ladi. Qani, unda ketdik. Buni pauza qilamiz va o'zingiz bunga urinib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Endi esa qizil rangni chiqarish uchun dasturlang. Bu sizga 4-topshiriq bo'ladi va pauza qilamiz. Buni amalga oshirib ko'ramiz. 5-topshirig'imiz Arduino dasturida o'zgaruvchilar va analog white funksiyasi orqali dasturlab RGB svetodiodlarda navbat bilan ketma-ket kamalak ranglarni hosil qilinsin. Demak, ketdik. Pauza qilamiz va talabalar buni ham sinab ko'ramiz sizlar bilan. Demak, Arduinoni qizil, yashil, ko'k
ya'ni 9, 10, 11 simlarga ulaymiz va volt step up. Bu yerga biz endi qiymat kiritamiz. Volt look va bu yerga ham qiymatni kirgizamiz. Bizga kerakli bo'lgan qiymatni qizilga 255 ni beramiz va qizil rang maksimal yorqinlik bilan yonadi. Delay 1 sekund kutamiz va yashilga 255 ni beramiz va yana 1 sekund beramiz. Bunda endi sariq rang hosil bo'ladi va 1 soniya davomida bu yonadi. Yashil, qizil rang o'chadi, yashil rangning o'zi yonib qoladi 1 soniya davomida. Ko'k rang yonadi, havo rang hosil bo'ladi bu jarayonda. Yana 1 sekund davomida. Yashil rang o'chadi va ko'k rangni o'zini yonib qoldiramiz. Bu ham 1 soniya davomida jarayon davom etadi. Ana endi qizil rangda maksimal darajada yorqinlik yonadi. Va bu 1 soniya beramiz yana bunga. Hurmatli talabalar, qizil, yashil va ko'k ranglar o'chadi va shu bilan bizning ishimiz yakunlanadi. Endi hurmatli talabalar, sizlar bilan crossword ishlaymiz. Birinchi savol: chop etish ma'nosini anglatuvchi dasturiy so'z bu nima? O'ylaymiz va javob print. Ikkinchi savol: svetodiodning kalta oyoqchasi nima? Demak, svetodiodning kalta oyoqchasi bu katot edi. Uchinchi savol: o'zgarmas tok manbai bu nima? Batareya. To'rtinchi savol: Arduino mikrokontroller kompyuter yoki boshqa qurilmalar bilan ma'lumot almashishiga xizmat qiladigan funksiya nomi nima? Funksiya nomi o'ylab bo'ldingizmi? Demak, funksiya nomi javob bu serial edi. Davom ettiramiz. O'yla, izla, top o'yini. Ana endi shart bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, biz ikkita guruhga bo'linib olamiz. Hurmatli talabalar, A guruh va B guruh. Bu raqamlar ostida harflar yoshirilgan, ayni bir so'z yoshirilgan. Bu so'zga ta'rif berilgan. Xuddi shunday ikkita guruhga ikki xil so'zga ta'rif berilgan. Birinchi ta'rifda o'tkazuvchan tokni to'g'irlash, detektorlash, chastotani qayta o'zgartirish, elektr zanjirini almashlab ulashda ishlatiladigan element nomi so'z yoshirilgan. Siz bitta raqamni tanlaysiz va uni biz ochamiz. B guruhga ta'rif: svetodiodli lenta tasmada 1 metr qismdagi svetodiodlar umumiy soni qanday ataladi? Demak, o'ylaymiz, hurmatli talabalar. I harfi tanladik va ikkinchi guruh Ch harfini tanladi va bu bor. Ikkinchi va uchinchi raqamlar ostidagi harflar kelib chiqdi. Demak, o'ylaymiz, bu so'z qanday so'z bo'lishi mumkin? A guruh, demak bu diod edi. Va ikkinchi guruh B guruh topamiz. Ta'rifga e'tibor bering. Bu qanday so'z bo'lishi mumkin? Z bilan boshlanadigan. Nima ekan bu? Bu zichlik deb ataladi. 6-savol. Darsni mustahkamlash uchun bu savollar berilyapti. Bilasizmi? Demak, birinchi savol: RGB nima? Ikkinchi savolimiz: umumiy anitli RGBning qaysi oyoqchasi qizil, yashil va ko'k rang ekanligini ifodalang. 3. Umumiy anitli RGB Arduino qay tarzda ulanadi? 4. Analog white nimani ifodalaydi va qaysi oyoqchalarga dastur yozishda qo'llaniladigan buyruq hisoblanadi? Siz buni bilasiz va yuqorida aytib o'tdim, bu ma'lumotlarni albatta javob berishingiz kerak bo'ladi. Ana endi uyga vazifa sizlarga. Uyga vazifa bu birinchisi RGB orqali migalka, miltillovchi chiroqcha hosil qiling va ikkinchisi kamalak ranglarni hosil qiling va monitor orqali qaysi rang hosil bo'lgani bo'yicha ma'lumot berasiz.
bu vazifani yozib olamiz va e'tiboringiz uchun rahmat, hurmatli talabalar.